sutga bo'pti. Mana bu kitoblarni buzib olmasam Matematika yoqmaydi-da. Endi keyin savol. Menga albatta qizil rang yoqadi. Chunki qizilda zo'r qonga o'xshaydi. Mayli, men uyimga ketyapman. Uxlab turay hozir. Turdim ha. To'xta. Yo'q, ko'zim juda ham qalaycha ko'ryapti. Mana wow, ajoyib chiqdi. Yo'q. Bana. Nima qilib? To'xtang. Men shunday ko'raman. Qanchalik 200% xursand bo'layotganingni bilyapman. Sen qancha foiz? 1000 dan qancha foiz? 999 yoki 1000 foiz xursandmisan? Yo'q. Hech qachon xursand bo'lmayman bu keraklar. Agar albatta xursand bo'lishing kerak. Mana buni qara, zo'r turibdi mana ko'z qonlar qizil rang. Sen qizil rangni yoqtiraman deganding-ku. Qizil rangni kerak deganim yo'q edi. Voy. Qizil rang ajoyib-ku, menga ham yoqadi qizil rang. Bu yerni qoldirib ketman. Amayli hech qisi yo'q. Birinchi mana sandiqlaringda ham narsalar bor, xullas-da. Mana ularda o'tiradigan narsalar. Mana choy ichishing mumkin. Prankldi. Hazır. Yo'q. O'zi men yerimda kulcha turadi mayli. Mazza qilib bersang ham ku nega? Nega? Bolalar salom mening ismim. Bolalar sizlarga uy yoqdimi? Yo'qolmaydi. Bolalar hammaga salom. Mening ismim Atesh. Bugun videoda nima qilamiz? Bugun videoda mana bu ko'tning ishlarini to'g'lash kerak. Yaramas, to'xta. Yo'q, bola. Mazza qilib. Endi qishloqlar nima deydi? Hozir bitta borib ko'ray. Bacham, xayr. Yaxshi, hozir surorida. Men betlar ham qopti qishlog'i. Ha. Do'stim. Ha, qaraysan. Senga aytsam uyimni ko'rdingmi? Hazillashdim. Hazillayapti, tushunasan-ku do'stim. Kim qildi? Ber qildi. Yana emas. Voy billahi. Sotqinchilik qilibdi-da. O'zing sotqinsan. O'zing. Mayli, hazillashdim. Hozir hazilingni ko'rsataman. O'zi senda nechta bor? 3 ta. Nega bu? Rahmat. Mayli, men ketdim. Voy. Kechasi ham bo'ldi. Voy. Endi to'xtanglar. Bo'lmayamgacha endi. Bu yerda qilgan ishlarni keyin agar men ham qizilga bo'laman. Insofli ovqat bilan qo'shib yeb oldi. Voy, sovuqligini qo'llagim kelyapti. Bola, shu yer tagida o'zingizning beartni qanday qo'llashimizni yozib qo'ying. Mana biz keyingi videoda shunday qilamiz. Kimning videosi ko'p, kimning kommenti ko'p like yozsa o'shaga chiqaramiz. Ya'ni ko'p odam shuni ma'qullasa, video qattiq bo'lsa like bo'lishi kerak. Menda bunga material yo'q, lekin topamiz. Lekin beartga ham to'xtanglar. Mana kirga bormi? Yaramas beart o'zgani. Uzr. Siz kimsiz? Beart o'zni ko'rmadingizmi? Beartsiz hozir xonasiga uyiga kelib ketganda. Qani mana ko'rsating, u yaramazni qamab tashlayman, yaramas. Mana uni uyi. Qani o'zi bormakan uyida. Yo'q ekan. Yo'q, bo'lim. Yopshyapti menga. Qutqaring. Bu yerga kim yaramas dedi. Yaramas, chivamatchi.
Yok piçingizni. Yok. Oldum ama yok. Beyazını topsam uni 10 yilga yok 20 yilga yok 100 yil yok. Bir umrga qamab tashladi. Buni qarang, meni uyimni qizil qilib qo'ydi. Kim qildi? Men. Yaramas. Ikkalamiz bir ekanmiz o'zi. Uni topsam voy muncha uyalib ko'chaga ham chiqolmagan bo'lsangiz kerak a. Albatta. Ismingiz Otabek. Ya'ni otashda. Keling do'st bo'lsak u beyatni ikkalamiz yo'q qilamiz. Ha. Ha. Menga ham Ha. Seydamda, xayr. Do'st bo'ldik endi. Hayır. Men beyatni o'ldirmaguncha qo'ymayman. Nimaga? To'xtang. Uni o'ldirib nima kerak sizga? Siz uni o'ldirmoqchi emasmisiz? Yo'q. Yo'q, men uni baribir o'ldiraman. Bro, siz menga qarshilik qilmasangiz kerak. Mayli, lekin Sizga bir sirni aytishim kerak. qaysi? U mening onamni o'ldirgan. Va otam bunga chidolmay o'lib qolgan. Men yolg'iz qoldim va politsiya va josuslik odamlarni tutib o'ldirish. Shunday ishga kirdim. Va beyatni o'ldirmasdan qo'ymayman. Mayli. Hayır. Shuncha. Hech kim meni to'xtata olmaydi. Bola, nima bo'lgani? Bola ko'rdinglar. Nima qilmoqchi? Men buni politsiyaga xabar qilishim kerak, lekin axir bu yer ham katta gunoh qilgan. Nima qilsam bo'ladi, bola? Bu oddiygina prankchi eslab bo'lmaydi bu o'rinda. Mayli, kutamiz. Bola, men uyquga yotdim. Men kelyapman. Men uzman. Bu tumor endi nima qilsam ekan? Tumor zaten ham olmaydi. Otash. Qayerdasan Otash? Men shu yerdaman. Qaraysan? Hazırlaştım, ben yitelerim. Yo'q, qani u. Yo'q, chiqavermaydi. Eshitdingmi? Bu tumor meni bo'ynimdagi tumor. Ota bobolarimdan qolgan yoki ajdodlarimdan qolgan bitta meros ekan. Buni bitta tog'ga yashirib olib borib, shu yerga qo'yib kelishim kerak. Shungacha meni tumorni bu olib qo'ysa, meni hayotim tugadi degani. O'zing tushunding. Bu degani seni bitta telba o'ldirmoqchi edi. Kim? Mayli qo'yur. Hozir mana bu tumorni yaqinroqda ko'rsatsam bo'ladimi? Ha, ko'rsatay. Ko'rmaganlar uchun mana. Ha, bu o'ziga xos tumor. Endi uni qachon yashirib kelasan? Bilmayman. Kechqurun bo'lsa kerak. Kechqurun hech hamma uxlab yotganida borib kelsam kerak. Mayli. Bert, xayr. Xayr, bo'pti. Bo'ladi. Xayr bo'ladi. Men endi bormasam bo'lmaydi. Voy. Endi bu yoqqa borishim kerak. Yo'q. Mayli, ketdim. Yaramas, Beyat shu yoqqa ketdi. Endi uni o'ldiraman. Endi eng ayni payti. Turib oldim. Yotibman. Mayli, turdik. Qani. Nima? Yo'q. Men uni o'ldirdim. Kimni? Nima bo'ldi? Beyatni o'ldirdim. Va
nihoyat maqsadimga yetdim. Men uni mana shu pichoqlarim bilan ko'ngliga tiqib o'ldirdim. Mana tumor. Endi uni yuragi menda yashaydi. Yo'q. Endi u meniki. Yo'q. Men undan qasos oldim. Yo'q. Uni o'ldirdim, ruhlarim. Men uni ruhlarini qasrga qamab qo'ydim. Yo'q. U hech qachon chiqa olmaydi. Uni ozod qilish uchun. U la'natlandi. Hayır, otash. Hayır. Yo'q. Yo'q, nimaga bunday? Vay, endi do'stim yo'q. Beyard. Bu kimsan? Yo'q. 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 Yo'q, qoching. Yo'q. Bu Bu Beat'ning arvohi. Men Sichenze'ye Beat'ni o'ldirdim. Mana Yo'q. Beat'ning arvohi. Yo'q. Bunday bo'lmaydi. Men tomonga kelyapti. Yo'q. 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 Men taraf. Nimaga bunday? Sen kimsan? Yo'q, bunday bo'lmaydi. Yo'q. Yo'q. Ay! Yo'q. Beyardning arvohi yo'q, bunday bo'lmaydi. Nima? Kimning arvohi? Qani? Kimning arvohi? Beyard, sen tirikmiding? Ha, men tirikman. Nima bo'ldi? Hozirgina sen Men bo'yagina oppoq joyga tushib qoldim. Voy, meni bitta portalni bir narsa tortib ketdi va bu yerga paydo bo'ldi. yo'q. Men kelganimda damlamaning ovozlari chiqayotgandi. Hozir mana bu yerda sening arvohing yo'q. Nimadirlar? Arvoh? Sening arvohing. Ha, bizda o'lganda Herobrinening ko'rinishida bo'ladi. Qanday ko'rinishda bo'ldi? Herobrine? Nima? Ko'z oq. Men o'lganmidim. Ha, Men o'likmanmi? Yo'q, men chidolmayman. hozir tiriksan do'st. Yo'q, do'st. Sezim seni o'ldirgan ekan-ku. Qanaqasiga o'ldiradi meni? Tumorim qani? Sezimzi. Tumoring yo'q. Rahmat, sezimzi. U meni o'ldirgani yo'q. Tumor soxta edi. U meni jardan itarib to'xta. Men senga Otabek senga istalik. Otabek bir balo bo'ldi dedi-yu. Senga bitta sovg'asi bor ekan, Otabekni dedi. Mana bu yerga tur, hozir beraman dedi. Yu meni jardan itarib oldi. Yo'q, men senga sovg'am yo'q edi. Yaramas. Va meni unda taqinchoq qani mendagi. Seni olib qo'ydi-ku, Yo'q, u qalbaki edi. Meni o'lgan bo'lardim. Yo'q, qanaqasiga. Xo'p, mayli, to'xta. To'xta. Men esladim. Aytgancha. Men jardan yiqilganimda bitta jitel meni qutqarib qolgandi va keyin qutqarmoqchi bo'lgandi. Men o'lib qolgandim. Va men Herobrine bo'ldim. Xullas uchib ketib bu yerga keldim va menga damlama otdi. Ha, o'sha jitel. Wow, sehrga jitel menga yordam berdi. yo'q. Unga ham rahmat. Rahmat deyman. Endi xayrlashamiz. Bo'ldi. Xullas, hammaga xayr. Xayr, bu prosta video edi. Shunga
negativ yozavermanglar. Sabimizni buzib. Xullas hammaga xayr. Valla shu bilan keyingi safar bu yerda qanday prank qilaylik? Qanday? Yo'q endi. Yo'q. Mayli. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqa prank? Voy bilet.